Ayash Sabudinov, Blinovskaya, Aleksandra Mitroshina. Mana shu 3 ta bloger qamoqqa tushib, bu blogerlarni ko'chmas mulkini, bankdagi hisobidagi milliard pulini imini bloklab qo'yishdi. O'zlarini qamoqqa solishdi. Nima sababdan? Sababi bu blogerlar juda ham katta mablag'dagi pullarga kurslar sotishgan, o'zini produktini sotishgan. Endi bu narsani gapirishim sizni e'tiboringizni tortish uchun gapirdim aslida. No, maqsad psixologiya sohasi, psixologiyani yaxshi bilgan insonlar, psixologiyani imini praktikada qo'llab oladigan insonlar kelajakda bu milliarderlar. Kim psixologiyani bilsa, kelajakda через internet, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram orqali o'z mahsulotlarini sota biladilar. Shular orqali odamlarga ta'sir ko'rsatadilar. Shular orqali odamlarni o'zlariga jalb qiladilar. Psixologlar bu kelajak kasbi. Agar siz psixologiyani yaxshi o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu sohada grant asosida o'qimoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning ostida kommentariyada psixologiya so'zini jo'nating menga.